Assalomu alaykum aziz takipchilarim. Avvalambor xush keldilaring. Hozir ikkita variant qilaman. Ikkita variantdan bittasini tanlanglar. Tanlashlaring kerak. Birinchi variantimiz sizni hayotingizga kirib kelgan odam kim? İkinci variantimiz u odam siz haqingizda ichida nimalarni tushunyapti. Birinchi variantimiz sizni hayotingizga kirib kelgan odam kim? Birinchi variant. İkinci variant hayotingizga kirib kelgan odamni hayolida siz haqingizda nimalar kechyapti. İkinci variant bu. Birinchi variantimiz sizni hayotingizga kirib kelgan odam kim? Sizni hayotingizga kirib kelgan odam. Hozir 2 minut. Mana shuni ham yoqib qo'ysam. Mana. Bo'ldi. Sizni hayotingizga kirib kelgan odam kim? Sizni hayotingizga kirib kelgan odam martabali, yuqori qandaydir yuqori joyda ishlaydigan odam. Endi haligi o'zini hurmatini biladigan, yurishini, turishini, hamma narsani yaxshi biladigan odam. Keyin mana u tomonda nima desam ekan, haqiqatda sizga ko'ngil bergan, haqiqatda sizni yaxshi ko'rgan, haqiqatda nima desam ekan, siz bilan bir umrga hayot qurmoqchi, oila qurmoqchi, mana to'y, oila, qandaydir nihoyatda chiroyli kartalar tushyapti. Sizni hayotingizga kirib kelgan odam yomon odam emas, yaxshi odam. Sizni haqingizda yaxshi narsalarni, yaxshi fikrlarni o'ylayapti. Qanday yaxshi fikrlarni o'ylaydi? Faqat siz bilan umrbod yashash haqida, siz bilan oila qurish haqida o'ylayapti. Chunki bu odam hozir kelgan odam emas-da, anchadan beri sizni kuzatib yurgan. Ancha bo'lgan kuzatib yurgan, keyin oxiri endi sizni oldingizga kelgan. Hali taklifda ham bo'lgan yo'q, lekin taklifda ham bo'ladi, xudo xolasa, mana taklifda ham bo'ladi, oila quraman deydi. Demak, sizni hayotingizga kirib kelgan odam yomon odam emasmish, yaxshi odam ekan. Qizlar, aziz obunachilarim, kimga bu karta to'g'ri kelgan bo'lsa, o'sha odamga taalluqli bo'ladi. Kimga to'g'ri kelmagan bo'lsa, uniki emas. Ikkinchisi, hayotingizga kirib kelgan odamni ichida nimalar kechyapti siz haqingizda. Hayotingizga kirib kelgan odamni ichida siz haqingizda nimalar kechyapti. Ikkinchi variantimiz. Nimalar kechyapti? Bu endi qarang, bu boshqacha bo'lib tushib qoldi. Bu ikkinchi variant tanlaganlarimizga hayotidan mamnun emas odam, qandaydir endi oilasidan ayrilgan bo'lishi mumkin, siz bilan qaytadan turmush qurishni shakllantirgan inson bo'lishi mumkin, lekin hayotdan juda ham qo'rqadi. Qanday qo'rqadi? Chunki ko'p to'siqlarga duch kelgan odam. Ancha to'siqlarga duch kelib, qoqilib yana hayotini boshqatdan boshlashda harakat qilgan inson. Siz haqingizda ham endi qo'rqyapti. Men hozir bu bilan yashasam, yana eski narsalar takrorlanarmikin degan niyatda o'ylanib, nihoyatda xomush turibdi. Endi endi o'rtoqlari bilan ham maslahat qilyapti. Yana bir marta turmush qursammikin, haligi uylansammikin, qanaqa bo'lar ekan? Birinchi hayotimda rosa qiyinchiliklarga, to'siqlarga duch keldim. Bunisida qanaqa bo'lar ekan deb o'rtoqlaridan maslahat olyapti. Keyin mana yerda endi sizga bo'lgan mehr muhabbati, boshqasi, siz nima unga yo'q degan javobni beryapsiz. Qandaydir sizga yo to'g'ri kelmadi, bilmayman nima sababdan, lekin siz отказ qilyapsiz. Bu odamni отказ qilyapsiz. Yana bir ikkita karta olib ko'ray, shu kartaning ustiga. Qandaydir siz bu odamni yoqtirmadingiz.
sizni nimangizda haligi misol uchun hali qana odam boru mani tipim emas ekan yo menga mos emas ekan, men o'ylagan inson emas ekan deyiladi-yu. O'shanga o'xshagan bo'lib chiqqanligi uchun siz отказ qilyapsiz. Qani, mana o'zingizdan chiqdingiz. Отказ qilyapsiz qandaydir. Bu ikkinchi variantni tanlaganlarga. U odamni ichidagi sizga bo'lgan, siz haqingizda o'ylagani nima deb ko'rdik. Mana sizga aytib berdim nimaligini. Endi qolgan xulosa o'zingizdan. Agar kartam sizlarga to'g'ri kelgan bo'lsa, men juda xursand bo'laman. Kimga to'g'ri kelmagan bo'lsa, bu karta u nimaga tegishli emas, obunachiga tegishli emas. O'shaning uchun obuna bo'lmaganlar, obuna bo'linglar. Bundan tashqari, bundan keyin yana qiziq nimalar chiqaraman. Hozir endi goroskoplarim chiqyapti. Undan tashqari har turli ranglarda belgilari, nima ma'noni bildiradi, qaysi rangda qanaqa energiya bor, qaysinisi qanaqa foyda beradi, kim qanaqa rangni yaxshi ko'radi, o'shanga o'xshagan videolarni sekin-sekin chiqaryapman. Undan tashqari tug'ilgan oyingiz, yilingiz nima ma'noni bildiradi, qanchalik sizni hayotingizga, o'zingizga qanchalik ta'siri bo'ladi, tug'ilgan yillaringizni, kuningizni, misol uchun mana 17 bo'ladigan bo'lsa, 17 soni siz uchun qanday ta'sir qiladi, yo bo'lmasam 26 bo'lsa, bu 26 sizga qanaqa ta'sir qiladi, energiyasi qanaqa bo'ladi. O'shalar haqida batafsil videolar chiqaraman. Kimda qanaqadir savoli bo'lsa, albatta savollaringni yozib ketinglar. Ko'pchilik savol yozyapti, javob bermayapsiz deyshap. To'g'ri, savolga hozircha javob bermayman. Chunki har haftada bir kun, seshanba kuni albatta hamma savollarga javob beraman. O'shaning uchun qizlar qanaqa obunachilarim faqat qizlar emas, obunachilarim, jamiki obunachilarim, qanaqa savollaring bo'lsa, savollaringni yozib qoldiringlar. Men albatta hammalaringga bittama-bitta javob berishga harakat qilaman. Endi avvalambor kelganlaringga rahmat, salomat bo'linglar. Men sizlar hammalaringni yaxshi ko'raman. Podelitsiya qilib, bitta like bosishlaringni unutmanglar. Yurakcha ham bosib qo'yinglar. Rahmat.